Diqqat, ushbu video ko'ngilochar va madaniy qaydga ega bo'lib, undagi barcha materiallar xorijiy ijodkorlarga tegishli. Biz shunchaki videoni o'zbek tiliga tarjima qildik va og'izlashtirdik. Shuning uchun biz javobgar emasmiz. Sizlarga navbat tomosha tilaymiz va videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, esdan chiqmasin. Biz 100 ta axlat konteynerini tutib chiqdik. Bu Chris, bu esa Will. Ular birga raqobat qilishadi. Ular navbat bilan chiqqanda tutishadi va kim qimmatbaho narsa topsa yutadi. Bu esa professional baholovchi. U bizga narsalarning qiymatini aytib berdi va kim eng ko'p pul yo'q $10,000 qo'lga kiritadi. Kim birinchi bo'lishni xohlaydi? Albatta men jamoatchi harakat qilaman. Sen uchun Narvon, xohlasang buni bajarma. Yo'q, menga pul kerak. Mayli. Xo'sh. Men chiroq topdim. Voy, ajoyib. Do'stim, agarda boshlovchimiz kaparak bo'lib chiqsa, unda bu minglab dollarga baholanadi. Bu ham yomon emas. To'xta, ana bu bankani menga olib ber. Yo'q, hidini. Judayam hidi o'tgan ekan. Agarda men buni bu yerga qo'ysam, sen mazza qilib axlat tutasan, do'stim. Bu yomon-ku. Bu tasodif. Menimcha bu konteynerda chiqindi tugadi. Agarda kimdir buni sizga sotmoqchi bo'lganda qanchaga olardi? $2 olardim. Bunisi-chi? Bu yaxshi, $5 olardim. Wow. Nima? Janob Chris, bu axlat seniki. Yo'q, xudoyim. U nimadir topdi. U nima topdi? Bu mushuk axlat to'lgan yuk. Va qandaydir eskirib ketgan kiyimlar bilan. Soch uchun dazmol. Va bu narsani yo'qot, unday qilma. Buchi, joyiga qo'y. Do'stim, axir bu shipaklar yaxshi-ku. Elizabethning shipaklari. Nima? Bekor birinchi bo'libmi? Voy, bunga qara, ishlatilmagan g'ilof. Bu iPhone g'ilofi hali ham ochilmagan. Bu qanchaga arziydi? Men buni $4 ga baholayman. Bunisi-chi? 10 sent. Bularni $10 ga sotib olaman. Buni ishlaydi deb faraz qilsak $2 beraman. Bu mushuk axlati bilan to'lgan hashamatli ryukzakni qanchaga olardingiz? Buning uchun men sizga $5 beraman. Ikkalasi ham chiqindi konteyner tutib bo'ldi. Chris $21 topdi, Wendy esa $7. Janob Wendy, mana sizning ikkinchi chiqindi konteyneringiz. Bu unchalik yomon emas. Bu kalkulyator. Bu unchalik yaxshi emas. Sen boshqashlagich va kalkulyator topding. Bu ishlayapti. Men bunga $20 berishim mumkin. Bu o'zi nima? 1990-yildagi narsami? Bu boshqashlagichning narxi qancha? $2. Bu narsa umumiy mablag'ingizni $29 ga yetkazdi. Men bilaman. Chris, sen yutqazyapsan. Men qancha mablag' yutqazyapman? $8 ga. Menga qancha konteyner kavladi? 2 dona. Men esa nechta kavladim? Kalkulyator bilan matematikani hisoblashim kerak shekilli. 90-yillar qo'ng'iroq qilyapti. Bu chigazlik. Mayli Chris, bu 4-konteyner. Chiqib, men konteynerga kirishimni oldin uy topib oldim. Elektron halqalari yaxshi. Burger hali ham uramda ekan. Menimcha buni baholovchiga ham ko'rsatib bo'lmaydi. Bu nima ekan? Yo'q, xudoyim. Men qilich topdim. Bu qotil uchunmi? Bu bema'nilik. Nimalar deyapsan? Sizningcha bu uzukning qiymati qancha? 50 sent. Bu qilichni qanchaga sotib olasiz? $25 ga olaman. Bu 4 ta halqali chiroqlarni qanchaga olasiz? Bu ikkitasi buzilgan, qolgan ikkitasi esa $2 ga arziydi. Demak $4. Matrasning narxi qancha? U qutb prujinasi. Yo'q, bu juda ham ajoyib. $5. Biz eng qimmat narsani oxirga saqlab qo'ydik. Burgerning noni. Uni yeb bo'lmaydi. 50 sent beraman. Wendy $29 to'pla, sen esa $56. Qilich taqdiringni hal qildi. Mayli, ketdik keyingisiga. Men bu divanni o'zimga olaman. Bu 5-raqamli chiqindi konteyner. Buni kameraga olishingiz kerak. To'ldirilgan hayvonlar qutisi. Men senga yordam berish uchun keldim. Aslida bu qimmatli. Bu nech pul? Buning uchun $4 bera olaman. Bu eski o'yinchoqlarning narxi qancha? $8. Va mana hamma kutgan narsa, lekin bu gitar juda ham qo'pol. Bu gitarning narxi qancha? Agarda bu gitar elektrda ishlaydigan bo'lsa $90 pul beraman. Xafagarchilik. Bu divan haqida nima deysiz? U juda ham yumshoq. Va qo'l, u $10 ga arziydi. Yaxshi. Wendy'da endi $140 bor. Chris esa hali ham $56. Haftadan boshlovchiga qilichdan ko'ra ko'proq gitara yo'q. Va kalkulyator. Men uchun mayli, endi keyingi chiqindiga boramiz. Bunda hech narsa yo'q. Bu hech narsa emas. Men bir narsani ko'ryapman. Bilasizmi nima? Chandler bu yerda yo'liga juda ham alam qiladi. U buni qimmatga olardi. Aslida bu yomon kepki emas. Bu Chandler 2.0. Biz Chandler bilan bog'landik. U bu videoga qatnashmaganining sababi u kasalxonada tayyorgarlik qilayotgan edi. U kasalxonada operatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Shuning uchun biz u bilan FaceTime orqali bog'landik. Bu juda ham ajoyib bo'ladi. Shunday qilib biz chiqindi konteynerdan muzlatilgan parchalar solingan paket topdik. Bu nech pulga arziydi? Hech bo'lmaganda $3. Mana sen $3 lik buyuming. Ey qudratli Chandler, bu chiroqning narxi qancha? $35. Xo'p, yaxshi. Bu eski isrof bo'lgan qo'l kepka haqida nima deyish mumkin?
Poyst 15 dollarga arziydi. Yostiqning jildichi? Yomon yostiq jildi. Undan aniqroq yasash mumkin. 4 dollar. Men bunga qo'shilaman, chunki uning topgan narsalari ham yaxshi emas. Biz ba'zi chiqindi konteynerlarga kirmadik, chunki ular bo'sh edi yoki juda ham jirkanchli edi. Bu konteynerda hech narsa yo'q, lekin chap tomonida emas. Juda ham qulay deyman. Rostdan ham shunday ko'rinadi. Buni qanchaga olasiz? Buni men 13 dollarga baholayman. Mayli, yaxshi oldingi divanga qaraganda. Menimcha menda hech narsa yo'q axlatdan tashqari. Buning narxi qancha? 1 dollarga olardim. Ishongil endi. Chiqindi qutiga sakrashingdan oldin. Aha. Mana bu tashqari narsalarga e'tibor ber. Mana bu chiroyli stulga qara. Yana yarim stul bor ekan. Wow! Bu narsani qanchaga baholaysiz? 45 dollar. Yaxshi. Sizningcha bu monitorning narxi qancha? 30 dollar. Bu ag'darilgan divan haqida nima deysiz? 5 dollar. Yaxshi, haqqoniy bo'ldi. Sen 221 dollar bor. Hozircha sen Krisni mag'lub etyapsan. Men uyga ketgim Bu kelyapti. stul aylanar ekanmi? Ha, aylanadi ekan. Unga yana narx qo'shiladimi, axir u aylanadi-ku. Yo'q, axir u oldin. Men unga 10 dollar qo'shaman. Ha. Men uyga ketgim kelyapti. Ketdik keyingisiga. Voy yo'q, undan uzoqlash. Bu ahmoqona ko'rinadi. Bu yerda hech narsa yo'q. Rostdan ham bu yerda hech narsa yo'q ekan. Wow, men bir nechta poyabzal ko'ryapman. Ular yomon emas ekan. Men ikkita har xil oyoq kiyim topdim. Va yana poyabzallar do'stim. Voy, bu juda ham ajoyib. Kamida 15 dollar bera olaman. 13 dollar beraman. 12 dollar. Bular juda emas ekan, shuning uchun 10 dollar bera olaman. Pop razvedkasi. Pop razvedkasi uchun 9 dollar beraman. Yaxshi. Kris nima qilyapti? Umumiy hisob ekranining tepasida turibdi. Yaxshi. Men hech qachon yuta olmaydi. Men uni yutaman. Birodarlar, video o'rtasidan bo'lgancha sizlardan uzr so'rayman. Ko'ryapsizlar, video iloji boricha yaxshi qilishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Agarda qo'ylardan kelsa mashqatay donat qilishlar so'rab qolamiz. Bu bizning kontentimizni sifatli chiqishiga yordam beradi. Qanday ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Bu tomonda hech narsa emas. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Sizlardan faqat biringiz 10 ming dollarni qo'lga kiritasiz. Men esa 12 ming dollarga ko'tarmoqchiman. Ha? Men Q-tipsni ko'ryapman. Tushundim. Bu stullar nima? Bu stul meni ko'taryapti. Yaxshi. Sizningcha matrasning narxi qancha? 25 dollar. Stulchi. Kamida 15 dollar. Propanchi. 12 dollarga olaman. Axir siz uncha qayta propan qo'shishingiz mumkin. Yulduzlar sizga telefon qilyapti. Ishonchingiz komilmi? U 20 dollar dedi. Mayli, roziman. Uni 2 baravar qil, yana bittasi bor. Wow, yana bittasi bor ekan. Bu ancha qimmatroq sotiladi. Taxminan 25 dollar. Yaxshi, men epladim. Kris, hozirgina seni vayron qildi. Men hali eplayman. 29-konteynerga o'xshayapti. Yostiqdan tashqari hech narsa yo'q. Men yostiqni olgim kelyapti, chunki u yerda chipta bor. Janob baholov, sizningcha bu qanchaga arziydi? 40 dollarga. Bu yerda ham hech narsa yo'q ekan. Bu yer bo'sh. Men bu yerdan tezroq chiqishim kerak. Bu yerda suv bor ekan. Hozircha senda 330 dollar bor, senda esa 231 dollar. Biz yana Chandler 2.1 ga qo'ng'iroq qildik. Chandler, senda 100 dollar kredit bor. Sen u 100 dollarni qaysi biriga bermoqchisan? Xohlasa ikkalasiga 50 dollardan bo'lib ber, lekin hozir Chris Vale'dan 100 dollar oldinroqda turibdi. Xo'sh, men durang qilmoqchiman. Jarrohlik amaliyotingga omad tilayman. Rahmat senga olijanob va dono Chandler. Endi sen ketishing mumkin. U bu ishni qilgani uchun jarrohlik amaliyoti yaxshi o'tadi. Mening chiqindi konteynerimda faqat chumollar bor ekan. Bu 45-sonli chiqindi konteyneri, bu esa 46-si. Men ana bu pomidorlarni olishim kerak. Epladim. Bu ruchkami? Qalamlarni ajoyib ko'rinadi. O'rta maktab ruchkasi. Vel gilos pomidorlari topdi. Ustida chumolisi ham bor. Bu aslida qiymatni oshiradi. Men unga 10 dollar pul beraman. Kris esa ruchka topib oldi. 5 dollarga arziydi. Bu yerda yana ikkita chiqindi konteyneri bor. Sizlar juda ham ko'p chiqindi qidirdinglar. Endi men ham qidirib ko'rmoqchiman. Rostmi? Unda shundan boshla. Men bundan boshlayman. Sizlar esa bemalol o'tiraveringlar. Kimdir ularga suv olib kela oladimi? Mana janoblar, biroz pul, bunchunday urishmanglar. To'xta, sen ham baholovchi eding-ku. Bir daqiqa kut. Bu yerda ulkan mebel bor ekan. Men uni chiqara olmayapman. Ey Kris, bunga qara. Bu bala. Bu kitoblarni kim tashlab yubordi? Hey, men haqimda gapirma. Hey, bu yerga chiqinglar. Men buni eplolmayman. Bu yerda biron nima ko'ryapsizmi? Yo'q, xudoyim. Mana bu paket, yo'q, bo'sh ekan. U yerda Nimadir nima bor? o'ralgan, lekin bu Bo'shmi? baholovchimiz buvasi bilan ovqatlanganiga ketibdi haftada. Qanday yutqazuvchi? Afsus. Demak endi men baholovchiman. Kris, sen juda ham ko'p kitob topding. Albatta. Bu yerdagi har bir kitobning narxi 10 dollardan.
Bu hazırlar kitobi. Bu yerdagi hazlar uchun necha pul to'larding? $100. Kel oldin hazillarni ko'ramiz. Shunda sen menga narxini aytasan. Xo'p, mayli qanchalik kulgiligiga qarab. Nima uchun kamar qamalgan bilasanmi? Chunki ishimni ushlab turgandi. Bu hazilga asoslanib gapirsam, bu kitobning narxi $30. Bu yostiqlarning har biri $2,5 dan turadi. Bilasanmi qanday palto kiyadi? Bu yoq qatlamlisini. Xo'p, endi $25 ga tushdi. Bu chiqindi konteynerdan jami $96 chiqdi, Chris. Birodarlar, biz reklama olmoqchimiz. Agarda siz biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu linkga yozishingiz mumkin. Lichkamiz описание va izohlarda bo'ladi. Bu bizning kontentimiz va kanalimiz kuchayishiga yordam beradi. Bo'pti, qani bunday videoga qaytdik, ko'p cho'zib o'tirmasdan. Bu hatto haqiqiy tufakli plyonka ham emas-ku. Chandler, kimdir pufakli plyonka topib oldi. Bu qanchaga arziydi? Bir pufak uchun $1 dan arziydi. Kel shuni 50 sentdan qilamiz, shunda adolatliroq bo'ladi. Kel bu narsani shunchaki 40 ga baholaymiz. To'xta, pufaklar sanamading-ku. Men sanamayman, xohlasang o'zing sana. Xo'p, mayli, $40. Hisoblar hozircha shunday, senda $421 bor, sen nima qilmoqchisan? Men unga $1 sovg'a qilaman. Meniki 385. Mayli, $1 endi uniki. Hozir $420. Ajoyib. Men biroz oldin velosiped topib oldim. Qara uni qanday ajoyibligini. U zanglagan chiqindi, lekin qanday qilib ishlayapti? O'lma qontoy. Men quvvatlagich va katta divan topdim. Chris, velosipedingni olib bu yerga kelib tur. Men buni topdim Ahadxona yaqinidan. Velosiped uchun $70 beraman, narvon uchun esa $40. Uni o'ldiraman. Mana bu divanni qanchaga baholaysan? Xo'p, bu quvvatlagichning narxi $3. Bu yoqimli divan $60 ga arziydi. Yaxshi. Jimmy, bu divanning bir oyog'i yo'q ekan. Afsuski bu divanning narxi $50 ga. Chrisda hozir $530 bor, senda esa $430. Afsus. Demak bu 55-raqamli chiqindi konteyneri. O'rdak. Yo'q, xudoyim. Bu qanchaga arziydi? Yo'q, xudo. $25 ga arziydi. O'rdaklar. Bu degan sen hozirgina $75 Ha. ishlab topding. Men $10 bergan bo'lardim. Menimcha hammasi shu. Agarda sizda $100 bo'lgan uni kimga berardingiz? Senga. Albatta menga-da. To'xtang, siz bu televizorni chiqindiga tashlab yuboryapsizmi? O yo'q, u televizorni chiqindiga tashlab yubordi, lekin men uni olaman. Hey, Jimmy. $70. Mayli. $69. Ajoyib. Bu nima? Umuman hidlanmayapti. Men buni bir bolaga berib Men yuboraman. buni qiz do'stimga beraman. Narxi $50. Yaxshi. Ajoyib televizor. Bu televizor juda ham qalin ekan. Bu uchun men $90 berardim. Mayli, bu adolatli bo'ldi. Bu juda ham achchiq mem edi. Buning uchun men $2 pul berardim. Kim bu chiqindi qutisiga tushishni istayapti? Bu idishning ichida to'la salat bor ekan. Chiroyli suv idishi. Mening salatim haqida nima deysiz? Wow. $8. Men uni sozlash uchun $25 berdim. Qani olg'a. Chris, sen yutqazasan, shuning uchun birinchi o'l tanlovni sen qil. Mana. Hey, bu matlasning qoplami-ku. U juda ham qimmatga sotiladi. Chris juda ham zavqlanyapti. Uning xonasi bor. Buning qiymati qancha? $13. Katta stol esa osongina $55 ga tushadi. Mayli. $55 ajoyib. Benzin idish $18, bu esa $13. Yaxshi. 19 yoki $20 beraman. Mayli, $20. Wow. Chris, hozir sen yetakchisan. Wendy, atigi 15 dona chiqindi qutisi qoldi. Chris sendan $12,000 ni olib qo'ymoqchi. Bilaman. Sen $12,000 yutib olishing mumkin. Bunga sening fikring qanday bo'ladi? Yaxshiroq. Bu chiqindi qutisi juda ham katta. Shuning uchun u to'rttalikka yuradi. Chris va Vel bir vaqtning o'zida uni chekishadi. O'simliklar uchun narsa. Men kalamushlardan qo'rqaman va chiqindi qutisining ichida ko'rdim. Shuning uchun chiqindi qutisiga qaytib yaqinlashmayman. Yigitlar, bu narsa nimani anglatishini bilasizlarmi? Ha, bilamiz. Mana Chris, ushlay qol. Keyinlar birinchi Chrisdan boshlaymiz. Bu nimaga arziydi? Butun yil davomida faqatgina bir marta foydasi tegishi mumkin. Shuning uchun men $10 ga baholayman. Idishimchi? 7 ga. Yaxshi. Aslında bu yerda zanjirlar juda ham qimmat, chunki ular eski. Men unga $20 berardim. Bu yerda kichik tushli g'ildirak bor va filtr bilan men bunga $5 berardim. Men ham $5 bergan bo'lardim, chunki Sprite. Mayli, 8. Chris hozircha sendan $37 oldinda. Agar shunday davom etsa $12,000 ni qo'lga kiritadi, sen hech narsa yutmaysan. Bu yerda 3 ta chiqindi konteyneri bor, ulardan ikkitasi Wendy'ga, bittasi esa Chrisga bo'ladi. Hey, Wow. Ovozini eshit. wow. Yo xudoyim. Hey. Bizda 20,000 ga yaqin pufaklar bor. $2. Wendy'niki $60 edi-ku, nega? Lekin mening pufaklarim yaxshiroq Lekin edi. menimcha adolatsizlik bo'lganga o'xshayapti. Sizningcha bu televizor qanchaga arziydi? $100 ga arziydi. Heylis, hazırlashyapsizmi? $5. Shunchaki qutisi uchun faqat Kelinglar endi Wendy'ning narsalariga o'tamiz. Ularning barchasi
Qanchaga tushadi? Oyama 35 dollarga tushadi. 35 dollar. Bu yerda shanba. Pullar va sham uchun 8 dollar. Chris, sende 1479 dollar 69 sent bor. Wendy, sende ise 1415 dollar bor. Wendy, sen 12000 dollar olishingga faqatgina Chris xalaqit beryapti. Oxirgi 2 dona chiqindi konteyneri qoldi. Men 2 gacha bo'lgan raqam o'yladim. Xo'sh, u seningcha nechi? 1,5. Shubhasiz u ikkita tanlaydi. Qo'limda shu narsa bor edi. Men g'alaba qozongan bo'lardim. Qaysi birini tanlaysan? Bunisini tom yopilgan, u sirli. Bu yer bo'sh. Bu juda qimmat. Nihoyat bu narsa ham fosh qilindi. Mana bu qutini qarang. Qachondir ham siz o'zingizni ajoyib his qilmoqchi bo'lsangiz, buni olishingiz kerak. 1 dollar. Telefonning qutisi. Mana shu 25 dollar. Onlayn magazinlarda bu qutining narxi 45 dollar edi. Shunchaki qutunimi? Ha, shunchaki qutini. Demak 30 dollarga. Politsiyaga oqlantirish lenta sizini Halloween'da echki suti osib qo'ysangiz bo'ladi. 1 dollar. Janob baholovchi, bu yerga keling. Dush pardasi. 3 dollar. Haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman. Zaytun moyichi? U 69 sentga arziydi. Chris va Wendy, sizlar juda ham ko'p vaqt davomida chiqqanda tutdinglar va shuncha narsani topdinglar. Va hozir 1 dollarlik kupyuraga sizlarning barcha yiqqan mablag'laringiz yozilgan. 12000 dollarni kim yutadi? Iltimos, uni ovoz chiqarib o'qib ber. Men 1421 dollar 59 sent ishlab topdim. Endi esa Chrisning gali. Chris, sen o'qi. 1531 dollar 69 sent. 12000 dollar meniki. Kanalga obuna bo'linglar. Mana sening pullaring. Mana yana puling. Va mana so'nggisi. Iltimos kanalimizga obuna bo'ling. Chunki sizlar aytganlar uchun video to'liq o'zbek tiliga tarjima qildik. Qanday tezroq kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.